Blefaroplastika haqida o'ylanib yuribsizmi? Qovog'imni olib tashiyman, ko'zlarim ancha ochiladi deb o'ylab yuribsizmi? Undan boshqa yechimi yo'q deb o'yladingizmi? Albatta bor va tabiiy yo'li bor. Buning uchun qo'llaringizni peshonangizga qo'yasiz va fiksatsiya qilasiz. Pastga qarab ko'zlaringizni yumishga harakat qiling. Buni 20 marta bajaring. Ko'zni yumish ancha qiyin bo'ladi. Ya'ni mushaklar tortilishni boshlaydi. 20 marta bajarib, oxirida 10 sekundga ko'zingizni yoping. Bu mashqni har kun bajarsangiz bo'ladi. Ko'ribsizki, qovoqlar ko'tarildi, ko'zlaringiz ancha ochildi. Shunga o'xshagan foydali videolarimni mening sahifamda ko'rib bajarishingiz mumkin. Har doim go'zal va sog'lom qoling.